Assalomu alaykum, xayrli kun qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi kuninglarni xayr va barokat bilan boshlab oldinglarmi? Albatta ertalab turishimiz bilan birinchi qiladigan ishlarimizdan biri bu bizlarni kollagenlarni ertalabdan tayyorlab olish va buni ichib olish bo'ladi. Albatta bu kollagen odam organizmi uchun o'ta foydali hisoblanadi va tayyorlanish jarayoni bitta qoshiq uchasida solasiz, iliqqina suv solib, buni ichib olasiz. Mazza qilib 1 oyga yetadi. Aynan shu kollagenimiz, Nora kollagenimiz juda ham zo'r rezultat beradi. Sababi osilayotgan terilarni tortib berish vazifasini bajaradi. Aknelarni, ya'ni yuzdagi po'ralarni, badandagi osilishlarni zo'r tortib beradi. 5 tasi bitta ishlab beradi. Даже suyak bo'g'imlar uchun ham, sochlar uchun ham, tirnoqlar uchun ham o'ta foydali hisoblanadi. Miyomasi bor bemorlarimiz ham bemalol ichsa bo'ladi. Ya'ni ayollarimiz ichsa bo'ladi. Faqat emizikli ayollarimiz 1 yoshdan keyin ichsa bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda yuppi shaklida bo'ladi. Maza qilib ichasiz. Hozir endi xo'jayinimga ham tayyorlaymiz.